mayli ovqatlanmasdan ham katta bo'lar bolangiz, lekin ertaga maktabga chiqayotgan paytida farzandingiz yaxshi o'qiy olmasa, tengqurlaridan orqada qolib ketadigan bo'lsa yoki qanaqadir dog'lar paydo bo'lsa yoki qanaqadir tirnoq tishlash holatlari yoki masalan nervni, asabiy, yig'loqi siyib qo'yish holatlari, shu narsalar sababchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha keyin sabab qidirib qolamiz. Nimadan bo'luvdi? Nimaga unaqa yoshligida ko'p kasal bo'ldi? Bir xil bola ko'p kasal bo'lmaydi. Hamma narsani sababini yoshligidan aniqlab, mana даже tug'ilgandan boshlab veslar normaga tushirib, vitaminlarni vaqt-vaqtida berib yaxshi qaraladigan bo'lsa, ertaga katta bo'lganida tengqurlariga nisbatan orqada qolib ketmaydi. Hamma narsasi joy-joyida bo'ladi. Shuning uchun o'z vaqtida farzandimizni e'tiborsiz qoldirmasdan, qachon shamollaganda doktorga ko'rsatish kerak emas. Nedostatkalar bormi, ko'ryapsizmi? Srochno doktorga olib borishingiz kerak bo'ladi.